Assalomu Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz? alaykum. Salomatmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Xo'p, Zufarjon Shosalimov gapirayotgan gaplari kufr ekanini o'zi ham biladimi yoki ortida pul turibdimi? Pul uchun yo hamma narsasini sotib yuboradigan odammi u shunchalik? Savolim qisqacharoq shu edi. U kufr emas bu deb ta'vil qilyapti. Ta'vil, masalan, man nurman, man kuchman, man qudratman deganda inson odamlarga nur tarqataman degan niyat bilan yashash kerak. Kuch tarqataman degan niyat bilan yashash kerak degan narsani tushuntirishga urinyapti. Lekin agar har qanaqa gapni shunaqa ta'vil qilib o'nglab ketaveradigan bo'lsa, unda Fir'avnning ham gapini to'g'rilashga to'g'ri kelib qoladi. Fir'avn qola ana robbukumul a'la degan. Men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan. Nima degan bu yerda? Xudoman deyapti-da. Ochiq oydin jumla shunga da'vat qiladi. Boshqa ma'nosi ham bormi? Agar majozan olsa, men sizlarni hammanglarni o'qituvchilarman. Eng katta o'qituvchi manman degan ma'nosi ham bor. Tarbiyachi. Rob kalimasi tarbiyachi degani. Men bu yerda o'qituvchini aytayapman. Desa, Fir'avnni oqlaymizmi? Yo'q, oqlamaymiz. Fir'avnni Alloh taolo haddidan oshdi degan. Mana shu gap haddan oshish. Gap tuzilayotganda shariatning jumlasiga zid gapni gapirib, buni ta'vil qilamiz ma'nosi bu deyish botiniy tariqatining gapi bu. Va bu tariqat qadimda bo'lgan va aynan mana bu Salohiddin Ayyubiy shularga qarshi jang qilgan. Ularni qatl qilgan hatto. Chunki mana shunaqangi botiniy gaplar bilan islom ummatining aqidasiga ya'ni shubha solinadi. Masalan, hizbiylarni bitta anaqasi qo'lga tushgandi. Mahmud degani qo'lga tushgan. Aynan o'sha O'zbekistonda axborot masalasiga ya'ni mas'ul bo'lgan. Shuni kompyuterini kodini so'rashganda qo'lga tushgandan keyin kodni bermay rosa qiynalib o'tirgan boshida. Qiynasa ham bermasdi. Oxiri keyin nima degan? Kodni beraman, har bitta fayl uchun bitta kod, sizlar menga bitta porno kino berasizlar degan. Ko'rishga ruxsat berasizlar degan. Bu real hodisa bu. Keyin u bilan o'sha Nuri Iymon gaplashgan. So'ragan. Nimaga shu porno kino nima ko'rasizlar? Nimaga ya'ni ko'rsa bo'laveradi deysizlar? Desa, aytganki, qarang, ta'vilni qarang. Olma daraxti degan, olma daraxtini tagiga go'ng tashasak degan. Va o'sha go'ngdan ozuqalansa, olmasini yesa bo'ladimi degan. Fiqhda bo'ladi. Tahavvul degan narsa bor. Jism boshqa jismga o'zgaradi. Xuddi masalan, tuz konga eshak tushib ketsa, tuzga aylanib ketadi, u halol bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan tahavvul to'g'ri, joiz bo'ladimi degan. Ha desa, ha, xuddi shunaqa. Pornoni qilayotganlar zino qilyapti, ular gunohkor bo'ladi. Undan chiqayotgan mevani biz ko'rib yeyapmiz, bizga zarari yo'q degan. Botiniylik mana shunga o'xshagan narsalarni olib boradi. Bu Usmoniy xilofatini ichida bitta odam chiqqan. Nomi esimda yo'q. Zinoni haromligi anaqa majoziy deb. Nimaga desa, men ham loydan bo'lganman, xotin ham loydan bo'lgan. Ikkita loyni bir-biriga ishqalanishligida nima karohiyat bor degan. Mana ta'vil. Men nurman deyapti. Va qolganini millionerlar klubida pulga aytaman deyapti. Millionerlar klubiga borguncha men nurman degan odam, men xudoman deb o'lib qolsa nima bo'ladi? Din o'yinchoqmi bu? Zufarjon Shosalimov degan odamni bu ishlarni qilayotganida puldan boshqa narsa yo'q. U odamni na tasavvufga aloqasi yo'q bor. Va na ulamolar uni e'tirof qilib, mana shu haqiqatda yo'lboshchi, peshvo olim demagan. O'zi peshvolikka rosa harakat qildi, zikr ahlidan so'rangan videolar jo'natib, sizlar karvon boshsiz, kapitansiz qoldinglar, kemani kapitani bo'lish kerak deb o'zini taklif qildi. Endi sal shataxot bo'lyapti deyishuvdi. Shat zikr ahlidan chiqib ketdi-da, guruhdan. Borib o'zi o'sha xotinlarga kapitan bo'lib yuribdi. Xotinlar ham tark qilyapti hozir buni. Bu odam bunaqangi halol harom masalasini birinchi o'ringa qo'yayotgani yo'q. Shartnomasini ko'rdim men. Shartnomada
Mana shu ilmlardan keyin foydalanib topgan odam topgan mablag'idan ma'lum bir foizini Zufarjon Shohsalimovga beraman degan shartnomaga imzo qo'yyapti. Umrbod. Umrbod. Ha, bizni fiqhimizda qoidalar bor. Ya'ni al-xaraj bid-daman degan. Kimga foyda beriladi? Zararga kirganga foyda beriladi. Men zararga kirmayman, mendan o'rgangan ilming bo'yicha qancha topsang menga foyda berasan desa, foiz bo'ladi, ribo bo'ladi bu. Buni qatdan gapiryapsan desa, buni ham ta'bil qilyapti. Men bu ilmni o'zim topganman. Xo'p, mengacha 1400 yildan beri hech kim topmagan. Men kashf qildim. Ha, shundan foydalangandan keyin bu xuddi asbobga o'xshagan narsa. Menga beradi, deyapti. Iya? Ketmon yasasanman. Ketmonni sotib olsangiz mendan, shu ketmonda nimaiki dehqonchilik qilsangiz men sherik bo'laman desa, javob yo'q. Ulamolar buni savolni berishdi unga, menga qara, nima deganing bu deyishdi. Desa, yo'q deydi, men o'zi bilib oldim. Yana bitta hadisni keltiryapti. Bu psixogenetikada sudralib yuruvchilar miyasi, hayvon miyasi, keyin insoniy miya degan narsa. O'sha gunohlarni qilganda hayvoniy miya bilan qilib qo'yadi. Mana Sulaymon alayhissalom asr namozini o'tkazib olganlar, u otlarga qarab, ana shu hayvoniy miya bilan bo'lgan, deyapti. Xosha. O'tdagi ulamolar keyin hatto uramiz deyishgan Zufar. Sen deyishgan, nimaga payg'ambarlarga til tekkizyapsan? Sen nimaga payg'ambarlarni hayvoniy miya bilan shu yerda o'ylagan deyapsan? Desa, uni ham ta'vil qilyapti. Borki deyapti. Nima bor? Dalil bormi shu gapingga? Desa, bor. Ha. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan, Alloh taolo hayvonlarni yaratdi, insonlarni yaratdi, farishtalarni yaratdi. Inson agar Allohning aytganiga amal qilmasa, hayvondan battar bo'ladi. Agar u Allohning aytganini qilsa, farishtalardan afzal bo'ladi. Mana shu menga dalil, deyapti. Sanadi bormi buni desa, sanadini o'zingiz topinglar, deyapti. Biz qidirdik keyin. Qiyla deb kelgan ekan, sanadi yo'q. Keltirayotgan dalilini, hujjatining sanadi yo'q. Hadis ilmi bo'yicha, ya'ni bog'ichsiz tuya, cho'lga qo'yib yuborilgan tuya buni gapi. Xohlagan joyga qochib ketadi, yeta olmaysiz tuyaga. Hadisni sanadi bo'lish kerak. Birorta sahih to'plamda yo'q. Buxoriyda, Muslimda, Abu Dovud, Ibn Moja, Nasa'iy, Termiziy, Dorimiy, Muvatta birortasida yo'q. Imom Ahmadning Musnadida yo'q. Yo'q, hadis mutaxassislarining kitobida yo'q bu gap. Shiyalar tomonidan, kimlardir tomonidan Aliga nisbat berilgan bir gap. Shuni dalil, deyapti. Va o'sha psixogenetika, ateistlar, qattaga bir mustahabbi bilmaydigan odamlar gapirib chiqqan narsani, mana shuni islomdan deb, men filtr qilyapman deb odamlarni aldayapti. Ha, pul turibdimi? Ha, pul turibdi. Obro', mansab, o'sha xotinlar buni maqtaydi-yu. Biz shayximizni zo'rini topib oldik. Shayximiz qalbimizni qo'rida. Mana shu gaplarni hammasini qo'yib yotibdi o'zini sahifalarida. Shu unga mazada yoqyapti. Unga tanqid qilgan odam it bo'ladi. Ilmiy tanqid qildim. Men bunga qilgan tanqidimda Zufarjon deb murojaat qildim. Haqorat qildimmi? Yo'q. Isbotlab bersin haqorat qilganimni. Yo'q. Chiqib olib, u meni it deyapti. It shpion deyapti. Haqoratni ular qiladi. Men doim aytganman, haqorat qilmayman men. Haqorat qilganda mazasini qochirib qo'yaman. To'g'ri, men shu tomonim bor. O'sha mazasini qochgandan keyin o'zini haqoratini bekitadi-da, menikini tarqatadi. Mana deydi. Meniki badiiy bo'ladi. Bu Zufar Shohsalimovda o'shunaqangi mansabparastlik, zikr ahlidan so'ranga men shayx bo'laman, hazratning o'rniga men qolganman deb yuribdi-da bu. Sen falon joyda o'qigan deysa, meni o'qitadigan domla yo'q, deyapti. Men 50 yil, 60 yil o'tib ketganman odamlardan aql, insoniy aqlda, deyapti. Ha, ustozlarni men sizlarga ro'yxatini ham qilib berdim. Kim buni ustozlari? O'rtacha, o'ta past saviyadagi odamlar, ilmiy saviyasi. Ya'ni dunyo ilmiy maydonda e'tiborga olingan, e'tirof qilingan insonlar emas. YouTube'da yoki ijtimoiy qaysidir tarmoqda
motivatorlik bilan shug'ullangan odamlar. Zufar Shosalimovga Alloh o'zi hidoyat bersin. Aqida masalasida ham juda xunuk gaplarni yuqorida aytgandek Sulaymon alayhissalomga til tekkizyapti. Alloh taolo bizni nima uchun yaratgan deyapti bir suhbatida. Keyin o'zi javob beryapti. Ibodat uchun yaratgan demanglar deyapti. Ya? Alloh taolo va ma xalaqul jinna val ins illa liya'budun degan. Ochiq lafz turibdi. Alloh taolo biz ins va jinni faqat va faqat o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Yaratishlik maqsadi ibodat. Ha, tafsirida ma'rifat bor, muhabbat bor, boshqa narsalar ham bor-da, lekin boshi ibodat. Muhabbatda agar ibodat maqsadi bo'lmasa, ma'rifatda ibodat maqsadi bo'lmasa, ular hammasi bir tiyinga qimmat. Lekin ibodatda ibodat maqsadi bor. Allohga qullik bor. Har bir ishingizda Allohga qullikni izhor qilsangiz, yaratilish maqsadini amalga oshirayotgan bo'lasiz. Yo'q deyapti. Nima uchun yaratgansa sekret ekan bu. Nima sekret? Muhabbat uchun yaratgan bizni deyapti. Bu nima degani? Bu psixologik shturm bu. Buni eshitib turgan odamlar Zufarjon Shosalimovga muhabbat qilishlari kerak. Hech qachon bu kishi haqida yomon gumonga bormaslari kerak. Har doim ta'vil qilishlari kerak, har doim puldan berib turishlari kerak. Sekretni eshitgan zahoti pulni jo'natishlari kerak. Bir ayol savol bersa, sen fitna qilyapsanmi, chiqarib olishibdi. U bechora ayolni menga yozyapti o'zi, shikoyat qilib, ya'ni hodisani aytib. Fitna qilib qilyapsan, chiqarib olishgan. Keyin bo'pti deb bu ham ta'sirlanib, men endi ustozi haqida yomon gumonda bo'lib qolgan shekilli. Men tavba qildim desa, shaxsan Zufarjon Shosalimov kechirmayman, agar bir yil ichida 1000 ta odamni guruhga qo'shsa, keyin kechiraman degan. Sharti qarang. Keyin u xotin aytibdi unga, "Xo'p, tavba qilaman, lekin nimaga meni tavbam sizni shaxsiy manfaatingizga xizmat qiladi? Nimaga?" dedim dedi va o'sha men chiqib suhbatlarni qilgandan keyin menga yozdi. Men dedi, "Shunaqa ichida yurardim, bilardim. Mana shunaqa boshimdan o'tgan, endi ochildi hamma narsa" dedi. Zufarjon Shosalimov juda katta pulni niyat qilib o'tiribdi. U birorta ulamo bilan o'tirib, ilmiy bahsida hujjat keltirib bera olmagan. Bu psixogenetika. Ba'zilari bor ekan, qon sotar ekan. Shu bu tema aytib ketay. Mana shu info haqida kimda xabar bo'lsa yoki boshidan o'tgan bo'lsa, bizga yozilsin yoki izohlarda yozilsin. YouTube'ga qo'yamiz buni. Ba'zi psixogenetiklar shogird tayyorlaydi, ya'ni bu ham adminlarni tayyorlaydi-da, ularga ko'proq pul beradi. 3-pog'onaga kamroq. Undan keyin yana undan oxirida qullar. Siz bilan bizni qullar deydi bu. Zufarjon tabaqalab qo'ygan odamlarni. Biz qullarmiz. Qulga o'xshab fikrlaymiz. Zufarjon Shosalimov tushuna olmaymiz. Nimaga bizda muhabbat yetishmasligi bor ularning tasavvurida. Tafakkur qilishni bilmaymiz biz. Zufarjonni nima desa ham, "O, barakalloh" desa, demak u o'siyotgan odam bo'ladi. O'sha psixogenetiklar haqiqiy shogird qon bilan o'tadi. O'shaning uchun qonimni beraman, qonimni narxini $30,000 deyishdimi? Katta pul ekan xullas. Qonini olar ekan, bunga qo'yar ekan. Haqiqiy shogird bo'lar ekan, gen shunaqa o'tar ekan unga. Gen bilan o'tar ekan, qonni sotar ekan. Bu eshitilgan gap endi. Agar bu infodan boshida o'tganlar bo'lsa, men fiqhiy tomonini aytib qo'yay. İnson a'zosini sotish harom. Qonni sotib bo'lmaydi do'stlar. Qonni sotib bo'lmaydi. Tabarruan shundoq vaqf qilsa bo'ladi. Hadiya qilsa. Sotib olsa-chi, sotib olsa zaruratda bo'laveradi. Donorlar bor, u donorlarning qonini olinadi, o'shalarni sotib olsa bo'ladi. Lekin qonni sotib bo'lmaydi. Ayollar soch sotadi. Bo'lmaydi. Inson a'zosini sotish harom. Pochkasini sotish harom, pulini yeb bo'lmaydi. Sotib olsa bo'ladi endi, qanaqadir donor kelib sotaman desa, u javobgar u bo'ladi. Sizga zarurat, cho'chqani olaverasiz. Qonni sotib olish harom. Shu ishga kim tushgan bo'lsa,
izohlarda yozinglar, bizga aloqaga chiqinglar. Do'stlar, salomat bo'linglar. Baribir bomdod bo'ldi. Ikkita ishlarimiz bor edi, ular qolib ketdi. Bo'lmasa, salomat bo'linglar. Suhbatni shu joyda yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.